Endi 100 tonna donsizdan 60 tonna donli yaxshi-da. O'sha men aytgan narsada bir ikkita g'aravni bir tog'ora berasiz. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli dehqonlar. Yana Andijon viloyatidagi safarlarimizni davom ettirib, Azizbek akamizni xonadonlariga tashrif buyurdik. Bu yerda ko'rib turibsizlar, bu yerga mana Yevropadan olib keladigan Lilia F1 makkajo'xori duragayimizning siloslari turibdi. Azizbek akamiz bilan o'zlarining dalalarida seminar ham tashkil qilganmiz 20-sentyabr kuni 2025-yilda. Uni ham video lavhalari YouTube kanalimizda turibdi. Bemalol o'tib ko'rishinglar mumkin. Bu yerda ham o'zlarini shu nima uchun shu gibridni tanlov qilganlarini aytib o'tganlar. Endi mana hozir sog'in sigirlariga va bordoqi yo'nalishidagi chorva mollariga ham berayotgan joylarini mana real holatini ko'rsatishga keldik. Assalomu alaykum Azizbek aka. Assalom, xush kelibsizlar. Salomat bo'ling. Azizbek aka, endi buni aynan shu gibridlarimizni tanlov qilishingiz sababini qisqacha shu chorvador dehqonlarimiz uchun aytib o'tsangiz. O'zingiz ekib ko'rib, buni mollarga berib, o'tgan yil ham ekkanmiz, bu yil ham ekdik mana. Yaxshilik uchun, effektni berganligi uchun ekdik va beryapmiz. Yaxshi, zo'r. Shikoyat yo'q. Siz dalada seminarda ham aytib o'tgandingiz, oldin ekadigan gibridlarimdan 2 tog'oradan berardim sog'in sigirlarga. Va sizlarda makkajo'xorilaringni 2 tog'ora bersam, mollarni nimasi to'yib qolib, demak nafas olishlari ham qiyin bo'lib qoldi. Keyin 1 tog'oraga tushirdim deb aytuvdingiz-da. Bu yil qanaqa bo'ldi? O'zi silosi holatini mana ko'rib turibmiz. Yaqinroq ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Ichi to'la don. Bu Lilia makkajo'xorimiz tomon ekan, nari orqa tomonida drava makkajo'xorimiz silosi bosilgan. Yaxshi, mana shu beryapmiz. Menga yoqdi. Shundan xudo olsa bilam ekanmiz. Yo'l ko'paytirish plan bormi? Albatta, albatta. Hozir mana sog'in sigirlarga beryapsiz. Demak, sog'in sigirlarning o'sha eng asosiy muammo shu sigirlarni demak bes yo'qotmasligi, sutini demak ko'payishi, ko'paytirish, zo'r, effekti zo'r beryapmiz. Yaxshi. Demak, sizga ma'qul. Oldingi gibridlarga qaraganda oziqa birligi, yuqoriligi aniq bilinib turibdi. Bilinyapti. Mollar et yo'qotmay yaxshi chiqdi. O'tgan yil bu yil ham shunday. Hozir mana bahyapmiz, endi bahorda bilinadi-da. Hozir holati ham, mahsuloti ham zo'r, yaxshi. Har yilgidan ko'p mahsulot berishlari ham. Demak, sutlar. Mana hurmatli dehqonlar, o'zingizlar mana xolis fikrlarini eshitdinglar. Agar qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib ketsanglar, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Mana silosimizning holati, mana ko'rib turibsizlar. Taxminan umumiy maydon 6 gektarda, Azizbek aka. 4 gektar Liliadan, 2 gektar dravadan. 50 sotiklarini birinchi o'rib yedirgandingiz. Demak, shunda hisoblasak 5,5 gektar maydondan umumiy chamalaganda qancha tonna gektarga to'g'ri keldi? 60 tonnadan. 60 tonnadan to'g'ri keldi. 60 tonnadan. Sizga ma'qulmi shu 60 tonna mana bunaqa oziqa birligi yuqori bo'lib, mana bunaqa donli bo'lib tursa silos? Endi 100 tonna donsizdan 60 tonna donli yaxshi-da. O'sha men aytgan narsada shu bir ikkita g'aravni bir tog'ora berasiz. Masalan, kilosida ham farqi bo'ladi, buni donida ham. Lekin rosa maromi paytida o'sha silos bo'lgan vaqtida mana o'rilgan ekanda. Sut pish fazasida. Bu agar qotibroq qolsa, Azizbek aka, buni mol axlatida ham to'g'ridan to'g'ri o'tib ketib qoladi-ku. Mana bu holatda bo'ladigan bo'lsa, mana bu holatda bu o'tmaydi, hazm bo'ladi-da, bu yuqadi molga. Mana aytganlaridek o'sha sutda ham bilinadi-da o'zi. Demak, sut yo'nalishida ham, bordoqchilik yo'nalishida ham effekti yaxshi. Tavsiya qilaveramiz, zo'r. E'tiboringlar uchun rahmat, hurmatli dehqonlar. Azizbek aka, sizga ham rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta bu mehnatga bitta like va obuna bo'lish esdan chiqmasin.